boshlayveramiz. Ha, boshlayveramiz. Xo'p, assalomu alaykum. Bat, mana turimizga xush kelibsizlar. Xo'p, bu joy Dugoba alpinistlar lageri. Alpinistlar lageri deganda mana shu birinchi uchburchak uylar qurilgan. Mana misol uchun mana mehmonxonalar, mana shu yerda dengiz sathidan 6000 metrgacha bo'lgan cho'qqilar bor hozir buni orqalarida dengiz sathidan. Qachonki mana shu joydan alpinistlar chiqib misol o'tib olgandan keyin guvohnoma beradi. Va dokumentalniy alpinist lagerida hozir ham ishlaydi. O chet ellardan kelib hujjatni olgandan keyin guvohnoma. Endi Everest cho'qqilar chiqishga ruxsat bergan oldin. Oldin batda o'sha uchuvbasini o'tganda bat o'zi institut aslida. Batda misol yovvoyi hayvonlar ham bor. Endi ayoqlar ichkarida-yu, lekin misol uchun kiyik mana o'zi bizni dachani oldiga ham kiyiklar tushib turadi. Kiyiklar tushib turadi, o'zi bilingki, tarakkati mana dachada yotganingizda ham toshlar tarak tushayotgan bo'lsa, значит tog'dan kiyik itaradi yoki kimdir chiqayotgan bo'lsa, bizga xalaqit uymasini kiyik ataylab tepib turib, tosh tushiradi hali odamni qaytarish uchun. Endi qolgan misol uchun bo'rilar kuzda keladi, qor qoplaydi, batlar oktyabrda qor tizza bo'yi qor bo'ladi. Xo'p, bu alpinistlar lageri 78-yillar qurilgan, 76-yil, 78-yillar. O'shandan beri ishlab keladi. Batda oldin alpinistlar shunday bo'lgan ekanki, kelib batda oziq-ovqat bilan keladi. Ko'proqlar tusho'nka, shunga o'xshagan narsalar olib yurishadi. Ortib qolgan oziq-ovqatlarini o'zidan keyingi alpinist kelish uchun tashab ketadi. O'zlarining bunday sondiqqa o'xshagan omborlari bor, saqlanib turaveradi. Saladinniga o'xshaydi, to'kisiz ishlaydi. Uni binoda ichi o'sha alpinistlar yashagan, ayta saunalari bor, ayta ham yana misol lageri bor. Xo'p. Bu joyda shifosi, men Dugoba tur tashkil qilishimdan maqsad nima? Maqsad shu Shohimardonga kelish osonligini bilinglar. Osonda aslida, lekin qiyin deb o'ylashadi. Batda kelib bir hafta 10 kun mana shu bolachalaring yoki ota-onalarimiz mana sizlar borki, bir hafta 10 kun agar dam olsalaring, shu bilan inshaalloh 5-6 oy, 1 yil hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Allohdan avvalambor. Gripp bo'lmaysizlar. Asma, bronxit, nafas yo'llari kasalliklar, mana miyalar qanaqa buni tabiat, qani bu tabiat dunyoda ancha joyda yo'q hali. O'shaning uchun maqsadimiz shuki, mana chiroyli sharoitlar yaratib berdik. Bemalol kelib endi bundan keyin kelishni o'rganib olinglar. Yoki aloqa etsalar o'zimiz mashina qilib beramiz, kelib ketaverasizlar. Xohlasalarning har doim turimiz bo'ladi, kelib ketaverasizlar. Hali sizlarga ovqatlarimiz yo'qyaptimi? Zo'ra hamma bu chinnillar, shuncha 80 ta odamni aldab bo'lmaydi. Mana sayohatlarimiz chiroyli joylarga olib boryapmiz, yo'qyaptimi? Ana xudo u mana shu videoda ko'rib turgan odamlarga mana xolis tavsiya qilaverasizlarmi hozir? Rahmat. Yana bolachaqalarimizni olib kelamiz deb niyat qildik. Rahmat. Ko'rish kerak ekan, hamma ko'rish kerak. Salomat bo'linglar. Mana shu joyda mana butun mana Xorazmdan kelishgan Buxoro, Toshkent ayniqsa ko'p, Surxondaryoda mana hojilar kelishdi. Butun mana respublikadan Namangan bor, Andijon bor, o'zimizning Farg'onadan, Marg'ilondan hamma joydan bor. İnşallah kelaverasizlar, mana hamma inshaalloh rozi. Bularni men hech qachon gapirib berasizlar deb aytganim yo'q. Xolis o'zlarini nimalari tavsiya qilishyapti. Sizlarni ham hammalaringni kutaman. Shuncha odamning guvohligida bitta baqirib bular like bosib olsin. Hammalaringga rahmat, salomat bo'ling. Endi qaranglar, planimizni qilamiz. Qaranglar. Planlarimiz yo'q, olavergan. Hozir planlarimiz bor. Endi hozir bugungi planimiz soat bizda abadda 12 da osh pishadi. Men mashinalarda aytib berganman. Biz turdamiz, qaytamiz deganlar qaytaveradi. Bugun bemalol, misol uchun 3-4 gacha ham batda yursak bo'laveradi. Xohlasalaringiz shoshiluvchi ketuvchilar bor. Soat 1 soatdan keyin ham mana shu atrofda o'zini ko'rib ketsa ham bo'laveradi. Kirib mehmonxonaga kirib 12 da osh pishadi. Kech borganlar endi sovuqroq oshiydi yoki isitib berishga harakat qilamiz. Kech borganlarga asosan bugun sayohatdan foydalanib olaylik. Xo'p, oyog'i og'riydiganlar, yosh kattalar, boshqalar bo'lsa, hozir mana yo'l bor-ku. Mana shu yo'ldan bir 200-300 metr tevaga chiqilsa, taxta ko'prik bor. Tabiat ochiladi. Mana bor-ku, hozir ne tevalikqa chiqiladi-chi? Mana u taraf bor-ku. Tepasiga chiqib olasizlarda polni panorama ko'rinadi. Endi soy, mana soy bor-ku, shunaqa dahshat ochilgan juda chiroyli joy. Обязательно boringlar, yo'lda ketayotganda katta toshga
katta toshga nima yozib bering, ya'ni birinchi mana 50-yillarda bu lager tashkil qilinganini birinchi direktori degan misol o'tib ketgan u. Lekin ajoyib toshkamdek chiroyli nikkel nimalarda yopishtirib berishgan. Undan keyingi direktor tanishtirilgan bir yodgorlik tosh bor. Uni ko'ringlar, undan o'tib ketinglar-da, hali men aytgan soyga yetib boringlar. Endi kuch-quvvati bor odamlar 3 kilometr hozir men aytdan Sharsharaga olib boraman. Sharshara o'sha tevadan nima qiladi? 1-3 kilometr yuramiz tog'da orasidan, endi o'rmonni orasidan o'tib ketamiz, sangalayzorlardan. Xullas, bu tabiatni boshqa joyda xudo xolisa ko'rmaysizlar. Bundan keyingi hali shpatgacha tushgan rasmlaringiz bor-ku, hali Shvetsariyada tushgan. O'chirib yuboringlar, bo'ldi. Bu tamom endi. Ularni o'chirib yuboringlar. Chunki qoplamay qoladi-da. Biz endi yoshlar bilan Sharsharaga qarab ketamiz. Men sizlarni borgis kelganlar. Ha. Nimaga faqat juma shanba bozor xolos? Tur, boshqa kuni yo'q. Boshqa kuni yo'q. Hoji onamni inobatga olib gaplarini, shu yerda ko'pchilikni olib, ish kunlariga xudo xolasa belgilaymiz, hoji ona. Endi yana tur qachon? Keyingi tur mana bo'ldi, mana ish kuningizdan boshlab mana sirazi videoda oldin aytib o'tib ketaveraman. Mana keyingi seshanba, chorshanba, seshanba, chorshanba, payshanbaga belgilaymiz. Undan keyingisini sirazi juma, shanba, yakshanbaga dam olish kuniga qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Bo'ldi, men hozir bitta e'lon qilaman-da, qilib yuboramiz. Hozir aytib yuboraman bularga. Videoda atdenlik chiqaramiz e'lonni. Inshaalloh kelaverasizlar. Xo'p, hamma tushunib oldi. Ketadiganlar, mayta ketayotgan mashina bo'lsa-ya, biz turdanmiz deb turib ketaverasizlar. Turdan men hozir boshdalarga tayinlabmayman. Tayinlab qo'ydim o'zi-yu. Turdanmiz sizlarning bizni bepul olib ketishing kerak deysizlar, olib ketaveradi, tashaveradi. Aylanganlar endi aylanaveringlar. Mayta hozir 5 minut qarab tursalaring, men bilan birga boradiganlar nimaga o'tib ketamiz? Sharsharaga. Baqa boradiganlar baqa. Hozirni oyog'i o'raydigan hojonalar o'tirgisi kelsa, maylardan so'ri gaplashib olib o'tirsalaring ham bo'laveradi. Hozir 5 minutda mayta ko'rishamiz. Men bola chaqamni olib kelganman.